Mana shu qaymoqli kremni bilmasdim. Zakaz olishni boshlagan paytimda. O'zimda zakaz olib yurardim, lekin duxi balandligini o'zingchi. Qaymoqli krem qilmasdim-da, klientlarga sariyali krem tayyorlashni bilardim, Snickers deydi. Aytardim, qaymoq hozir issiq, yozga boshlagan, qaymoq hozir issiq tezlanib qoladi. Kerak emas, Snickersga to'rt qilib berib, hech mazasi zo'r dedim, Snickersga to'rt qildim. Qaymoq bilmasdim-da. Qaymoqdan krem tayyorlashni bilmasdim. Lekin 5-6 ta zakaz shunaqa Snickers qilganman, sotganman. Keyin o'sha suv urishgan, morоженый krem, qaymoqli krem. Keyin qayta krem chiritib, qaymoqni chiritib, ustoz bo'lmagan, men o'qimaganman o paytda, onlayn kurs degan narsalar bo'lmasdi. Shuning uchun amallar bir 5-6 martada chiritib, keyin o'rganib, keyin qilishni boshlaganman. Nechta shunaqa sekretlarim bor meni.